Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Insoniyat yaralibdiki, ikkita dardga mubtalo. Unutish va loqaydlik. Ya'ni ki, bugungi kungacha avval yashab o'tgan insonlar, buyuk arboblar, ularning qilgan xizmatlari unutib yuborish yoki yoningizda yashayotgan bir mutafakkirga yoki bir olimga yoki bir yozuvchi shoirga bir loqayd munosabatda bo'lishlik bu bir ma'naviy kasalliklardan biri. Shuning uchun ham vaqti bilan oramizda tarixchilar paydo bo'lar ekan. Ular o'zini hayotini chiroyli yashab, xalqqa xizmat qilib, vatan uchun yaxshi yaratuvchanlik bilan yashab o'tib, yaxshi xizmatlar qilgan insonlarni eslash va ularning tarixini yozish juda ham savobli ish. Men tarixchi sifatida aytamanki, o'zining o'lkasining tarixini bilmagan odamni ziyoli deb atash juda qiyin. Va men masalan ayta olmayman bu odamni madaniyatli yoki ziyoli deb. Ukamiz, shogirdimiz Odiljon Dadajonov olib borayotgan faoliyat, ya'niki moziga qarab seriyalarida kitoblarni yozib, O'shdan, jamiki Qirg'izistondan o'tgan mashhur va mashhur bo'lmagan oddiy insonlardan tortib akademiklargacha bo'lgan insonlarning tarixlarini, ularning biografiyalarini jamlab kitob holiga keltirib, ular haqida tarixni yozib qoldirishlik bu juda ham bir katta savobli va foydali ish deb hisoblayman. Odiljonga men bu ishida sobitlik, yangi ilhomlar va tinimsiz faoliyat tilayman. Iloyim u moziga qarab kitoblarini jildlari 10 dan oshsin. Odiljon, charchamang, bor bo'ling, ishingizga muvaffaqiyat.